Bu videoda sizga onboard stelajni o'rnatishni qadam-qadam o'rgataman. Bir kompleks stelajimizda ikkita ustun bo'ladi. Siz mana shu ustunlarni xuddi shunday tik holatda ko'tarib olishingiz kerak. Bir kompleks stelajimizda mana shunday qatorlar, ya'ni balkalardan 8 ta bo'ladi. Siz bu balkalardan birini mana shu holatda ko'tarib olasiz. Balkalarimizda tishlar bo'ladi. Siz shu tishlarni pastga, ya'ni yerga qaratib ushlab olishingiz kerak bo'ladi. Standart o'rnatishimizda pastki qismda faqat bitta teshik qoladi. Siz esa yuqoridagi ikkinchi teshikka stelajning eng oxirgi pastdagi tishini kiritishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi navbatda qatorni ustunga kiritasiz, ya'ni o'zingizdan ustunga kiritasiz. Shundan keyin qatorni pastga bosishingiz kerak. Xuddi shu tarzda davom ettirsangiz bo'ladi. Biz standart o'rnatishda pastki qismdagi mana shu qatordan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta teshik qoldiramiz va 10-teshikka qatorning eng pastdagi tishini kiritamiz. Keyingi 3-qatorni ham xuddi shu tarzda 9 ta sanab davom etsak bo'ladi. Agar sizning yuklaringiz hajmi har xil bo'lsa, misol uchun kattaroq yuklar, kichikroq yuklar sizda bo'lsa, bizning stelajimizda mana shunday vertikal modulli yechimlar bor, ya'ni stelajning qatorlarini istalganingizcha yuqoriga ko'tarishingiz yoki pastga tushirishingiz mumkin. Buni yuk hajmiga qarab sozlab chiqasiz. Endi stelajning tokchalarini terishni boshlaymiz. Bir kompleks stelajimizda bunday tokchadan 8 ta bo'ladi. Stelajning qatorlarida mana shunday yo'llar bor. Tokchalar aynan shu yo'llarga tushirilishi kerak. Olgan tokchalarni ham xuddi shu tarzda qo'yib chiqamiz. Stelajimizning bir qavatida ikkitadan tokcha tushganligi uchun tokchalar orasida mana shunday bo'shliq paydo bo'ladi. Bu bo'shliqni pastki qismni tortib birlashtirishingiz mumkin.